bu yilgi yog'ayotgan yomg'ir uchun bu barokat yomg'iri. Mana bunday tabiat har doim ham bo'lmaydi. Bu tabiat inomi, Allohning mo'jizasi. O'tgan safar olib kelib qo'yding, sotding, odamlar oldi, ichdi, maza qildi, ha? Xudo xolisa. Bu lapoqni soklarini sveji mana shu bugun chiqarding 100 bakalashga bu 100 litr degani. Mana shu holatda quyib taxlab bir oylik, mana shu 1 litrdan 50 dona chiqargan. Eksperiment qildik. Morozelkaga qo'yib bir kunda ekmaqaldan ichish holatlarini uchun ko'rsatganda buni qanday ichish kerakligini, nimaga foydaliligini shu odamlarga tushuntirib bersang, olib ichib, ana shu kista miyoma poliplarda yo'qotib, qonlarini tozalab, jigarlarini maza qilib yangilab olsa, inshaalloh shu bilan bir 10 yil, 15 yil shu kasalni ko'rmagandek bo'lib maza qilib ketadi. Lapoq ayniqsa so'ki Ibn Sino bobomiz kitoblarida ham keltirilgan tib qonunlarida haqiqiy qon tomirlaridagi og'ir metallar, juda kuchli toksinlardan zo'r tozalab beruvchi tabiiy bu xlorofil desa ham bo'ladi. 100 gram suvga mana shunaqa 10 gram aralashtiramizda, bismillah, har ovqatdan oldin kuniga 3 mahal. Och qoringa ichiladi. Bu ekzema, psoriaz, o'sha tanadagi qanaqangi toshmalar bo'lsa, hammasini bitada bartaraf qiladi. Bitta bakalashkasini olib boring, olib bir oy ichib eksperiment qiling. Inshaalloh shifo topsiz, bizani haqqimizga duo qilib qo'yasiz. Qavziyatdan qiynalayotganlar, jigarda muammosi borlar, mana shu tig'ditega kista miyoma uchun yotmoqchi bo'lgan ayollarimizga iltimos, bir oy sizni sog'ligingiz uchun, siz millioner insonlarning sog'ligi uchun ishlaymiz bizlar. Albatta. Bizlar sizlarni o'ylab mana shunaqa yashillikni qarang. Buni sveji kelgan, hozir buni morozelkada, muzxonada mana buni holatda saqlab qo'yamiz. Olib borib, xohlasangiz birga bir asal aralashtirib olasiz yoki asalli tayyorlari ham bor. Mana shunaqa holatda o'zingiz tayyorlab olasiz. Bir oy kurs lecheniya qiling o'zingiz uchun hayotda. Albatta buni qilish kerak, faqat ulgurib qolish kerak. Bu uzoq muddat saqlanadigan narsa emas. Mana o'tgan safar chiqazganimizni mana tayyorladik, boshqa qildik. Mana hozir o'sha ancha yuqori Ispaysoy qishlog'ida qolgan ekan, buni ham amalladik, shu olib kelib iltimos qildik-a. Bu mehnati qanchaligini men uchun o'zim borib ko'rib, arilagan talanib ham ketdik masalan. Keyin buyragida muammosi borlar, pilinefriti borlar, kreatin machmina, mana podagra kasalligi borlarga ham juda zo'r bu. Bo'g'im kasalliklarida ham, xudo xolisa. Bu juda ham yaxshi narsa. O'zimizlarda mana Alloh shunchalik mana bu shifobaxsh ne'matlarni yaratib qo'ygan, ba'zida qadriga yetmaymiz. Bularni olib ichib inshaalloh maza qiling, joningiz orom olsin. Bu lapoq soklarini mana Master Sug'oftur magazin taqladi. 9:10 ga keling. Dastlabki xizmatlarimiz bor. Ulgurib qoling. Faqat viloyat uchun asallik holatini jo'natamiz. O'zi mana bu holatda uzoq bormaydi, sababi yo'llarimiz 5 soat, 6 soat yuradi. Shuning uchun bizlar inshaalloh bularda o'sha asallik holatini yetkazamiz. Toshkent shahar uchun asalsiz olib borib ichsa bo'ladi buni. To'g'rimi uchun? Holatida 6 oydan 1 yilgacha buni muzxonada saqlab qo'yib hayotingizga tatbiq qiling. Sizdan sog'lom inson bo'lmaydi inshaalloh. Yana mana videoda oxirigacha ko'rganlarga rahmat aytamiz. Qabziyatdan qiynalganlarga umid uchun bu zo'r narsa. Haqiqiy jilchigonlik bu. Qabziyat zo'r bo'lsa, ichaklar toza bo'lsa, inshaalloh odam kasal bo'lmaydi. Albatta, limfa oqimini yaxshilaydi. Qon tomirini tozalagandan keyin mana shu bo'ysunmovchi hujayralar, onkologiya, ginekologiyadagi muammolar hammasi bartaraf bo'ladi, xudo xolisa. Qara, bitta shu lapoq sokida shuncha mo'jiza, shuncha shifo bor-a, qara buni. Robbim o'zi marhamatli zot. Bizlar sababchi, biz vositachimiz. Tashrif buyuring, xarid qiling, hayotingizga tatbiq qiling. Tabiiylik o'ziga qaram qilmaydi. Mana bu tayyorlagan mahsulot bu kichkina idishlarda bir o'zimiz uchun, men o'zim uchun olib ketaman. Bir oy inshaalloh yana o'zim ichmoqchiman, o'zim ichayotdim, davom ettiraman. Siz faqat mana bu holatni oling, o'z uchun mana bu holatda tayyorlang, ozgina mehnat qiling. Bir yarim soat o'zingizga mehr ajrating. Xudo xolasa bir oyda hamma kasalliklardan yengib o'tib ketasiz. Buni nafaqat kasal inson, sog'lom odam olib ichsa ham bo'ladi. Albatta. Har doim aytamiz, biz har bitta podpisчикimizni tabibga aylantirmagunimizcha ham qo'ymaymiz, xudo xolasa. Baraka top, Alloh san bilan bizlardan rozi bo'lsin. Keling, do'konimizga eng zo'r mahsulotlarni taxlaganmiz. Bu Master Sug'oftur inshaalloh faqat nomer 1 bo'lishga harakat qiladi. Sababi yangiliklar, chempion nomer 1 Xitoy tabobat bo'yicha hamma guvohlarni olib kelamiz. Yana bitta zo'r yangiligimiz bor. Uni ertangni inshaalloh qo'yamiz ham uchun. Inshaalloh. Baraka top, charchama olma.